Barchaga assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun Go'ja elatimizda, Go'ja zaminda joylashgan Urganch Biyonimiz Yangarik yo'lida joylashgan. Yangarik taraf ketarishda chap qo'lda Zohid Moxtak ehtiyot qismlari do'koni tunikasi yonida bolalar dunyosi do'koni magazini ochilib ishga tushayotir, xudo xolasa. Mana Zohid Harmangin dağı. Pardon. İşte bile ongusu ama başlanıştayız. Şunun narsalarni halka kesti. Yaxshi challar bir ko'rib chiqalik qani, ne yangiliklar qilayotir bular. Shuning uchun hamma turdagi bolajonlar uchun kerak narsalar shu yerda sizlarga topiladi. Bemalol kelaverasizlar. Bolajonlar oylikdan tutib yosh kattaroq yoshdagi bolajonlar uchun ham kiyim-kechaklar shu yerda. Bundan tashqari katta yoshdagi maktab yoshidagi qizlarimiz ham ko'p keladi. Kichkina yoshdagi bolajonlar uchun samokatlar. Shuningdek kelaverasizlar. Bundan tashqari belanchaklar demak kichkina. 5 to'ylar uchun 5 yana har xil shkaflari, nalari bilan komplekt belanchaklari yana. Endi koleskalar. Mashallah. Barcha turdagi bolalar dunyosindagi o'yinchoqdan tutib kiyim-kechaklardan sizlarni shu yerda kutib tayyor bo'libdi. Kelasizlar, xarid qilib ketaverasizlar. Barchangizning kelishingizni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa 2 kunda ochilish kuni bo'ladi.